Bugun sizlar bilan oldingi oltin probasi haqidagi videoyimizdan kelib tushgan eng asosiy ko'p muhokamaga sababchi bo'lgan savollarni ko'rib chiqamiz. Qanday probali tillalarni xarid qilish afzal? Bu savolni biroz oldin aytib o'tdik. Istalgan probali tilla buyumlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hech qanaqa sizga yutqazish bo'lmaydi. Faqatgina uni qayta sotaman, o'rniga o'rin boshqa narsa olaman deganingizda biroz mehnatidan yutqazishingiz mumkin, lekin agar tillarning narxi ko'tarilishda davom etsa, bu o'sha arzimagan kichkinagina ziyonlarni bemalol qoplab ketadi. Hozir misollar bilan tushuntirib o'tamiz. O'zingizlar hamma mana shu savollarga o'zingizlar javob topishingiz mumkin bu misollar orqali. Hamma biladi, hozir kunda tillar narxi 1 gramm narxi $160 atrofida. Bu o'ynab turibdi. Kechaginda 180 ga chiqib ketdi, srazu $20 tashlab 160 ga tushib qoldi. Juda katta sho'ng'ish bo'ldi. Buni hammaning xabari bor. Bizani misolimizni oson qilish uchun tillarning narxini 1 gramm tilla narxini $100 deb hisoblaymiz. Tasavvur qilamiz $100 deb. Misolimiz osonroq tushuntirishimiz uchun. Va 1 gramm mehnatiga, zargarlarimiz mehnati bor, bilasizlar, mehnatini qo'yish kerak. Va 1 gramm mehnatiga biz $10 hisoblaymiz va bizani misolimizda 10 grammli tilla buyumni misol qilib ko'rsatamiz va 10 grammli tilla buyumni mehnati $100 bo'ladi. O'shaning uchun yozib qo'ydim. 10 grammli tilla buyumimizning mehnatining narxi $100. Endi tasavvur qilaylik, 4-9 probali sof tilla bo'lgani uchun har bitta grammi $100 bo'lgandan keyin 10 gramm tilla xarid qilsak, biz $1000 tillasi uchun pul berishimiz kerak. $1000 faqatgina tillasi uchun. Va unga nima qo'shamiz? Mehnatini $100 qo'shamiz. 750 probali narsa xarid qilsak, tilla buyum xarid qilsak 10 gramm deb, bilasizlar, har bitta 75% tillasi bo'ladi va $75 to'g'ri keladi 1 grammi. Va 10 grammda $750 bo'ladi va unga yana $100 qo'shamiz va bizga $850 kelib tushadi. 585 probaliyimiz 58.5% bo'lgani uchun biz $58.5 dan grammiga pul to'laymiz va unga yana 10 gramm bo'lgandan keyin $100 mehnatiga qo'shamiz va 585 ga yana $100 qo'shib qo'ysak $685 bo'ladi. Men boshlarni qotirmoqchi emasman, hisoblab o'tirishni hojati yo'q. Bu hisob kitob qo'shib o'tirishlik uchun yozmaganman. Nimaga yozganman? Tilla probali narsalarni xarid qilayotganda qachon siz yutasiz va qachon siz yutqizasiz. Hozir yutishimizni misol qilib ko'rsataman. Qaysi probali narsani olsak, bizga qanaqa foydasi bor? Biz past probali tillarni olsak, biz yutamiz. Qaysi ma'noda? Kamroq pul beramiz o'sha narsaga. Ya'ni ko'rinishi uchala probani narsani bir-birining yoniga qo'ysangiz ko'rinishi bir xil bo'ladi, lekin narxlarda farq bo'ladi. Sababi tillasini kam ko'pligini hisobiga, tarkibida. Lekin 585 ni olsak, ko'rgan odam bu zo'r ekan deydi. Uni hech kim bilmaydi, agar o'zi ximiyasiga solmasa yo apparatga solmasa, metall tarkibini tekshirmasa, uni undoq ko'rib turib sizni ajrata olmaydi. Buni 750 proba, 585 proba. Siz o'sha tomondan yutasiz. Siz kam pul berib turib 4-9 yo 750 probali ko'rinishdagi, rangdagi, sifatdagi hamma tomonlama narsani arzonroq narxga sotib olasiz. Uni faqat o'zingiz bilasiz, uni tarkibida tillasi kamligini. Bu bizani yutug'imiz. 585 bo'lsin yo undan pastroq bo'lsin, bu sizga xarid qilish qobiliyatini oshirib berishga yordam beradi va ko'pchilik aytadi 585 proba juda ham ko'p kommentariy yozishdi. Men buni aytmadim, videoda aytib o'taman. 585 bo'lgandan keyin bu baquvvat bo'ladi deyishyapti. Yo'q, unaqa narsa yo'q. To'g'ri, sizlarning fikringiz noto'g'ri emas, to'g'ri. Lekin hozirgi texnologiya bor, hozir zamon o'zgaryapti. 750 ni ham, 3-9 probalini ham bemalol qattiq sinmaydigan, bukilmaydigan, mustahkam qilib ishlatsa bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar. Buni faqat 585 bo'lishiga sabab uni qattiqligi emas. To'g'ri, bo'ladi, qattiq holatga keladi, shunda o'zini holatida, lekin 750 ni ham qattiq qilish mumkin. Hop, shu bois 585 probali yo undan past probalini olish o'zingizlarning ixtiyoringlar. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi, hech qanaqa yutqizmaysizlar. Sotayotganda ham bemalol o'zining narxiga sotasizlar, faqatgina mehnatidan yutqizasizlar. Hozir mehnatini foydasini tushuntirib o'tdik. Xudo xolasa tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Xarid qilish qobiliyatimiz yaxshi bo'ladi bir xil narsani olish uchun. Lekin sotayotganimizda ozgina yutqizadigan tomonimiz bor. U nimasidan? Mehnatidan. Ya'ni zargarlarimiz 4-9 probali tilla ishlab chiqarsa ham, 750 probali tilla ishlab chiqarsa ham, 585 ishlab chiqarsa ham bir xil vaqt, bir xil xarajat, bir xil hamma narsani bir xil ishlatadi. Faqatgina tikkan puli, ya'ni оборот puli ko'proq, kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni 4-9 probaga bilasizlar, u ko'proq tilla sotib olish kerak.
585 ga kamroq tilla sotib olsa ham o'sha narsani sizlarga yetkazib bera oladi. Zargar tomonga ham pastroq probali narsa olinsa, zargarga ham katta yordam tegadi, ham sizga, ham zargarga. Endi ko'ringlar, masalan, $1000 tilla xarid qilyapsizlar, 409 lik proba, $1000 sof tilla bu. Sotaman desizlar, $1000 ga bemalol sota olasiz. O'sha kundagi kurs $100 bo'lib turganda $1000 ga shunda sotib olasiz. Bunga faqatgina siz nimadan yutqizasiz? $100 dan yutqizasiz. $1000 narsa olsangiz ham $100 yutqizasiz. $585 narsa olsangiz ham $100 yutqizasiz. U nima degani? Bizga foizni kelib ko'rsatib beraman. Ko'ringlar, $1000 ga 100 nisbati 10% tashkil qiladi. Ya'ni siz 10% yutqizasiz olgan narsangizdan. Ya'ni mehnatiga bari pul berasiz. Sizni bu 3-keyingi savolimiz bor. Ya'ni nimaga arzon sotamiz? Shunga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda 10% biz mehnatidan yutqizamiz. 750 proba qilsak, agar $100 da misolni tekshirsak, 14% yutqizyapmiz. 585 tilla buyum olsak, 17% biz xarid qilganimizdan yutqizamiz. Lekin bu yutqizamiz degani 17% juda katta summa bo'lmaydi. Sababi bilasizlar, siz istalgan tilla probali tilla xarid qildingiz degani, tillani narxi ko'tarildi deganiga bitta qadam qo'ydingiz degani. Ya'ni dunyoda qancha tillaga talab oshsa, qancha ko'p odam tilla olsa, tillani narxi ham oshib boraveradi. Bu ham bitta alohida o'zi tema. Uni nimaga tillani narxi oshadi, nimaga tushadi, buni keyingi mavzularda ko'rib chiqamiz. Sotaman deganingizda faqatgina mehnatidan yutqizasiz. Olaman deganingizda ham shu bu sizga sezilarli ahamiyati yo'q. Olayotgan xarid tillaga nisbatan siz ko'proq mehnat haqqi berasiz. Lekin $1000 lik tillani o'rniga siz $585 lik tilla buyum xarid qilasiz. Ko'rinishi bir xil bo'ladi. Shu tomonlari tilla probali narsalarni xarid qilishda o'zingiz uchun misol qilib o'rnak olishingiz mumkin. Ya'ni uni men katta zarar deb o'ylamayman. 585 olsangiz ham, 750 proba olsangiz ham, 409 olsangiz ham zarar bo'lmaydi. Ya'ni nimaga zarar bo'lmaydi? Tillani narxi doimiy ravishda oshib ketyapti. Bugun masalan 585 ga 100 ni qo'shdik, 685 bo'ldi, to'g'rimi? Siz sotaman deganingizda bilasiz, $100 yutqizasiz. Mehnatiga u sizdan xarid qilayotgan odam mehnatini chiqarib turib, $585 ni o'zini olishni xohlaydi. U shunday ham qiladi. Endi tasavvur qilaylik, hozirgi paytda tillani $100 da hisobladi. Endi $200 ga o'girilib qoldi. $200. Siz 585 probali tilla buyum xarid qildingiz. Bu avtomatik $585 lik tillani qiymati $1000 dan oshib ketadi. O'shanda sizga bu $100 mehnatini esdan chiqarsangiz bo'ladi. Men o'sha paytda $685 ga oluvdim mehnati bilan qo'shib, nimaga mendan hozir $585 ga olsan, $100 ni mehnatini hisoblamaysanmi deyishingizning hojati yo'q. Sababi tilla narxi oshib bo'lgan bo'ladi. U paytda $685 ga mehnati bilan qo'shib olgan narsangiz o'zi lom narxida mehnatini chiqarib tashlasangiz ham $1000 dan qimmatroq sota olasiz degani. O'sha tomondan bemalol istalgan probalarni xarid qilishingiz mumkin. Tillani narxi oshgan taqdirda sizga uni zarari, hech qanaqa zarari bo'lmaydi.